Hörmətli görürmənlər, bugünkü dərsimizdə həzm naçarlığı haqqında toxtalıb ötümüz. Həzm naçarlığı yalğız iştahınınki tutuluşu boplu qalmasdan umumen aşqazandan başlanıb hücrələrgəcə bolğan jarayonda 4 basqıçlıq həzmninki naçar buluşunu közdə tutumuz. Lekin günlük turmuşumuzda asasen iştahsızlık veya olmasa yegen tomakның miqdarı az buluş, tomak yegisi kelmeslik, yegen tomakның yaxşı singmasligini ko'zda tutyapmiz. Endi hazmninki nachar bo'lishi mundaq 4 sababdan kelib chiqadi. Birisi qini quyilib, jigir maylashgan vaqtida insonniki parchlash, tozalash iqtidori tuvallab, ustiga yonadigan bo'lib qoldi. Aslı tok olsun, üstte aslı aç olsun mu, üstte tok his qilish sabab jigiri ve qini bak quyilib ketganligi uchun, jigirda mayl tutib ketganligi uchun süzgüçlük roli ajizlab ketadi. Süzgüçlük roli bo'lmaganligi yoki tozalash yaxshi bo'lmaganligi uchun badanda turib qolgan narsalar ko'p bo'lg'achqa yangidan tomoqni iste'mol qilishimiz nacharlashib qoladi. İkincisidan oshqozon va üçey xizmeti acizlab, aşqazan üçeynin lömildeş hareketi acizlagan, aşqazan soğup ketken takdirde mi, yegen tamak iştik parçalanıp bir taraf bo'lmaganligi uchun xuddi hozirli yegendek his qilib, üstiga yana tamak yeyish istigi bo'lmay qoladi. Üçüncüden ruhiy sabablarmi tomirlarni taraytganligi, aşqazan ve üçeyni yig'ib taraytib zayıflaştırganligi uchun ishtahsi tutilib qoladi, tomoqdan lazzat his qilolmaganligi, ko'ngil qo'yib, xushal, ozoda bir shaklda tomoq yeyolmaganligi uchun ishtahsi tutilib qoladi, tomoqni lazzat his qilolmaydi yoki buningdan unumli tarkiblarni yaxshi ololmay qoladi. Şuna kayfiyatning yaxshi bo'lishi, larzan muzika holatida muhitida tomoq iste'mol qilish va ko'nglimizni kang tutish, o'zimizningki hurmatini ko'tarish qatorliq jihatlardagi uzunga so'zilgan xizmatlarni yaxshi qilishimizga to'g'ri keladi. To'rtinchidan jinsiy ojizlikdami ishtahsizlik kelib chiqadi. Chunki cinsi turmuş əməliyyatda bədənin yenilişi, tazlanışdan ibarət. Bu iş bulmağan, bu iş toxtab qalğan, meylə acizlikdən veya imkansızlıqdan veya nimi səbəbdən bolsun, cinsi turmuşu yaxşı bulmağan kişide iştahsı tövəlləb, həzm fəaliyyəti acizlab ketidi. Cinsi turmuş əməliyyatda büyük bir tənərkət və yeniliniş hərəkətindən ibarət. Bütün bedende ciddi bir kan canlanış, aylanish, tezleşiş ve maddelerinin yeni kollarının almışı ro'yobga chiqish bir jarayon bo'lg'achqa, buningdan mahrum qolgan vaqtimizda albatta tomoqniki istak ozlash, hazm qilish yaxshi bo'lmaslik ahvollarimi yuz berdi. Endi tibobatniki shu issiq soğuk göz qarashi bo'yicha aytgan vaqtida yuqorqi 4 asos sabab va buningdan boshqa yana nurg'un sabablardan kelib chiqqan hazmsizlikni sovuqdan va issiqdan bo'lgan deb ikkiga bo'lamiz. Issiqdan bo'lgan hazmsizlik asosan tashvigan vaqtimizda jigari maylashib ketgan, o'ti to'silib qolgan, qini quyilib ketib, tomirlari etilib qolgan yoki qisman etilib qolgan bo'ldi. Buni hal qilishda soğuk tabiatlik şerbetlerini berish orqali oldi bilan uchaydagi yog'ni eritamiz, jigardagi mayni tozalaymiz, o't yo'llarini ochamiz. Bu şekilde içimiz bir xil rahatlagandek, echilgandek bo'ladi. Bumi andakin bir hisobda qon tozalanganligi uchun yeni maddelarni, yani tomoq yeni maddeni istash xohishini
şekillendirimiz, payda kılımız. Endi soğuktan boğan iştahsızlıkның, hazımsızlıkның gelip oluşu da asasen yel kaytırgıcı ve ısıtgıcı quruq ısıq təbiətlik dorilarni işletsek buldu. Mesela nanxay mişke, javarish kumuni, amil nuştar qatarlıqlar yiyilgen tamakniki botqalarning tezroq parchalanish suratini tezlashtirdi. Yelni tezroq haydaydi. Uchay oshqozonningki lo'mildash harakatini tezlashtirdi. Shuning bilan yiyilgen tamakniki 4 soat ichida yaxshining yomonning ayrilib bir taraf bo'lishiga yordamlashgan bo'lamiz. Endi issiqdan bo'lgan hazimsizlikni davolashda boya deganimizdek hazimni kuchaytirish emas, hazm yo'llaridagi to'xtab qolishlarni tozalash, cho'ng kichik taratni ravonlashtirish, badandagi yig'ilmalarni eritish, tomirlarni ichish, yog'larni eritish qilsaqlar, bu bir hesapda hazmni yaxshilaganligimiz bo'ldi. Endi soğukdan bo'lgan hazmsizlikni yaxshilashda biz organlarniki kuchini oshirish, harakatini oshirish, isitish ve yel gazlarni bartaraf qilishni tezlashtirish orqali bu ishni hal qilib ketamiz. Shuning uchun hazmniki yaxshi bo'lish bo'lmasligini hayotimizniki sifatlik hem shundoqla bedenimizning quvvatli bo'lishiga bog'lab ahamiyat bilan qarashimiz lozim. Bir qism ota-onalar bolalardagi iştahsızlıkni ve hazmsizlikni e'tirof qilmaydi. Ko'ringil kelgan, ko'rsatkil kelgan bolalarni ko'rgan vaqtimizda ve hazmning yaxshi bo'lmaganligi, ozuqning yetishmaganligini aytgan vaqtimizda bir qism ota-onalar ranjiydi. Biz bolamizni yaxshi beqiyotimiz, yaxshi ozuqlantiryapmiz deydi. Bu kunda tomoq eshib qoldiki, tomoq yetmaslik ahvoli eshib qolganlarga qaraganda az uchraydi. Hamma odam o'z yemisimi bolalarga yugizdi. Gap yeyishda emas, yaxshi yeyishda va yoki bo'lmasa yegan tomoqninki o'zlashtirilishida. Hammamiz bilamiz, tomoqning turi polo, kebab, samsilag'man, nim bo'lsin, uning oyig'i oqsil, shakar, yog' va boshqa mineral moddalarga aylanib badanga ozuq bo'ladi. Bir qism hazmi yaxshi kishilar kunda go'sht yemagan taqdirdami purchoq va boshqa ozuq turlaridan yetarli darajada yog', shakar ve mineral moddalarni ola oladi. Bir qism kishilar har kuni go'sht yesakmi ve quvvatli yesakmi foydasini ko'rolmaymiz deb keladi. Demak, yaxshi yeyishdan o'ta hazm organlarimizning kuchli, quvvatli bo'lishini umid qilish ve onunğa yetish uchun tirishish bu yerda muhim bir ahamiyatga ega. Az yeyle, quvvatli yeyle, her xil yemekliklerden az-azdan iste'mol qilayli. Meyve ve ko'ktat iste'moliga sal qaramayli. Tomoq turlarida yanıla milliy ve yerlik oshlarda, usullarda ching turayli. İmkon qilib bir-birimizning ko'nglini og'irtib, ishtahasini, hazmini buzdigan harakatlarda bo'lmayli. Özümüzdeki yerlik adetlerini başkalarına öğüteyle, balalarımızı tilda, sözde, yemek içmekte, turmuşta, göz qarashda öz buluşqa davet kılaylı. Bugünkü dersimiz müşagiç oldu. Xeyr hoş.